Ey do'stlar, hozir zo'r voqea bo'ldi-da. Shu narsalarni hozir olganim magazinga kirgandim. Magazinchi ko'rindi. Nimaga so'mkalar olding? Qayerga ketyapsan dedi. Umraga ketyapman, hajga ketyapman piyoda desam. Voy dedi. Bu yurishingda kim ishonadi? Sen mashinaga chiqib ketyapsan yoki piyoda yurgan yo'qsan dedi. Isbotim bor. Men ham piyoda ketyapman deb videolarimni ko'rsatdim. Shuni telefonni ko'rdi-da, patpichini ko'rib 2 million patpichigim bormi dedi. Shuni hamki mashina narsalarni pulini berdim. Pulini ham qaytib berdi do'stlar. Menga obuna bo'lganlarga vashcha xursand bo'lib ketdim. O'z vatanimda yurgandek bo'ldim. Boshqa odam, chet ellik odam menga yaxshilik qilyapti. Shu or-nomi, shu podpiska uchun. Sizlar podpiskani yomon narsa deb bilasizlarmi, bilmadim. Ko'pchilik aytayapti-ku, bu video olmasdan bor, aktiv uchun borman, u bu deb. Men aktiv uchun borgan yo'qman. Boshida bunday narsa bo'lgan. Sizlar bitta bola menga aytgan, shunaqa tavsiya bergan. Yo'q, men qo'limdan kelmaydi deganimda hamma erkakmisiz bajaring degan. Masalan, sizga kimdir hozir oyiga chiqing desa, tasavvur qila olasizmi? Oyiga hech qachon chiqa olmayman deb. Xuddi menga shunaqa, men keyin Madinaga piyoda boring degan. Men tasavvurimga sig'magan, keyin yurganimda hamma bajaring erkakmisiz degan. Shart chiqdim keyin do'stlar yo'lga. Xudoning o'zi meni o'z yo'lida yurgizyapti meni. Baraka beryapti do'stlar. Mana hech kim yillab to'planmagan podpischini menga 2 oyda berib qo'yapti do'stlar. Men Xudo xohlasa borib yetib borsam, payg'ambarimizning qabrlariga borib hamma nomidan salomlar aytaman. Ka'bani ushlab butun O'zbekiston musulmonlar nomidan salomlar aytaman. Keyin o'sha negativ bo'lgan insonlar uyalib qoladi. Xudo xohlasa oxirgacha harakat qilaman, qaytish yo'q. Menga obuna bo'lganlarga kattagon rahmat. Xudo xohlasa borib hammalaring nomlaringni duo qilaman. Sizlar obuna bo'lyapsizlar, men ham obuna bo'lyapman. Hech kimni dilini ortish harakat qilganim yo'q men do'stlar, tushuninglar.